Assalomu alaykum. Mening ismim Mashhura. Onlayn marafonda qatnashib, men juda katta natijalarga erishdim. Birinchi o'rinda oldim. Ikkinchi o'rinda esa doimo kayfiyatim yaxshi. Oiladagi munosabatlarimiz, oilaviy munosabatlar, oiladagi totuvlik yanada oshdi, alhamdulillah. Va menda shunday o'zgarishlar bo'ldi. Nima bo'lgan taqdirda ham o'zingiz sevgan narsa bilan kayfiyatingizni xohlagan vaqtingizda ko'tara olasiz. Sizni hech qachon hech narsa tushkunlikka tushirmaydi. Mana shu kursda qatnashganimdan juda ham xursandman va bu kursni davom ettiraman. Gullandan opamizga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Va barcha ayol qizlarimizga taklif qilaman, ham ozishadi, ham kayfiyat doim ko'tarinki yurishadi. Oilaviy munosabatlari ham yaxshi, bolalar bilan ham, turmush o'rtog'i bilan va qolganlar ham. Hammaga omad tilayman.